Kirlarim qolib ketdi xo'rligicha. Hidlanib qoladi hozir. O'sha kirlaring mendan muhimroqmi? Ha, muhim. Shunaqami? Marhamat, och. Marhamat. Nimadir qildingizmi? Yo'q. Nimaga bu qotib qolgan? Qotib qolgan. Ochib bering Alisher aka. Buzib Men qo'ydingiz. hech narsa qilmadim. Hazillashyapsiz-a? Sevar bilasanmi nima? Lekin bir umr shu yerda qulflanib qolishga ham roziman sen bilan. Alisher aka, bo'ldi qiling, oching eshikni. Men bizganim yo'q. Bo'lmayapti, ochilmayapti. Demak, taqdir Alisher aka, shuni xohlabdi. Shuning uchun eshik ochilmayapti, to'g'rimi?